Sun'iy intellekt qasosi deb shuni aytsa kerak. Yaqinda chiqqan Forza Horizon 6 o'yinida o'yinchilar g'alati holat guvohi bo'lishdi. Videoga like bosib qo'ying, men esa sizga gap nimadaligini hozir tushuntirib beraman. Bu Bowie Knife 99 nikli o'yinchi. U boshqa o'yinchilarni to'satdan paydo bo'lib, jarliklarga itarib yuboryapti. Yo'lda xalaqit berib, poygani yutishga to'sqinlik qilyapti. Eng qizig'i, bu ishni har qanday mashinada istalgan vaqt paydo bo'lib qolib amalga oshirish mumkin. Hattoki mana bu 3 g'ildirakli shaldiroq aravada ham. Dahshatlisi uning tungi trassalarda kutilmaganda mana bunday paydo bo'lib qolishi. Forza o'yinchilarining aytishicha, shu paytgacha bunday xarakterdagi o'yinchini ko'rishmagan. Bu holat shu darajada jiddiylashib ketdiki, o'yinchilar ijtimoiy tarmoqlarda u bilan kurashish yo'llarini muhokama qila boshlashdi. Hattoki ular birgalikda bir jamoa bo'lib, Bowieni mag'lub qilishga harakat qilishmoqda. O'yin dasturchilari bu sun'iy intellekt ekanligini tasdiqlashdi. Ushbu nikning haqiqiy egasi uning niki bilan nimalar sodir bo'layotganidan butunlay bexabar bo'lsa kerak. Siz o'yin o'ynayotganingizda yo'lingizdan to'satdan mana shunday maxluq paydo bo'lib qolganda nima qilgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib keting.